Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan qishloqdagi o'g'rilikning ikkinchi qismini olamiz. Bu qismda juda syujet og'irlashadi. Qaniga unda ketdik. Yugurishda davom etamiz. Biz o'tgan qismda narsalar olib kelib qo'ygan edik. Endi o'sha narsalardan uyimizni quramiz. Men aytgandek tom qurishga uncha usta emasman, shuning uchun tom qurishga usta olib kelamiz. Meniki balandligi 3 blok bo'lsa normal bo'ladi. Chunki hali tomi bilan ham yana bitta etaj qo'shilib qoladi. Endi bunga eshik qo'yamiz, ili normal qilamiz. Uyimiz menimcha yaxshi bo'ldi. Bu tomon ikkita, bu tomon ikkita. Mana shu yerni qirqamizmi? Bizda bolta bor ekan. Mana ikkita. Hozir shu joyni to'g'rilab qo'yamiz. Chunki bu joy bilan bu joy mos kerakli, ili bu joy bilan bu joyni ham mos qilishimiz kerak. Mana. Lekin aniq qiynaladi menimcha usta. Chunki bunaqa dizayndagi uyga tom qurish ham qiyin. Ikkita bo'ldi. Endi bu joydan ikkita qilamiz. Ili bu joydan. Uyimizda dizayni juda zo'r bo'ldi. Endi eshikni qaysi tomondan ochamiz? Mana shu tomondan ochsak, menimcha normalni bo'ladi. Qishloqqa qaragan bo'lardi. Bizga yarim bloklar yoki zinalar kerak. Mana zina yasab olamiz. Chunki eshigimizni bu joyga chiqishda ancha qiyinchilik bo'lmasligi uchun do'stlar. Menimcha uyni to'g'ri qilib chiqqanchada vaqt kech botib qolsa kerak. Xo'p. Do'stlar, shunda biz nima qilishimiz kerak? Albatta eshik yasab olishimiz kerak. Ili uyga kerakli bo'lgan narsalarni ham olamiz. Non degandek. Torch. Voy. Eshik, peshik degandek narsalardan, eshikdan aytdim. Xullas, har xil narsalarni olamiz. Hozircha biz ochmiz. Xom go'shtga qo'ydi. Hozir do'konga borib o'zimizga kerakli narsalarni sotib olamiz do'stlar. Qani ekan o'qishim? Menga uyga kerakli narsalarni ber. Tushundingmi? Masalan, non, torch, mayli bor, tez olib chiq. Hali gapirmasinlar. Tezlash. Mana yerlar o'zi yotdi. Hali olib chiqmadi. O'zim kelaman shu joydagi. O'zim uchun bir tezlashtir. Voy. Tun tushib qoldi, tezlashtir. Men qo'rqaman. Tez. Iltimos. Давай, tasha. Aha.
Bo'ldi. Adishi. Uyga ketamiz. Ili uxlaymiz. Uyimizda uxlaymiz. Ertaga shu narsalarni joylashtiramiz. Hozir borsam, o'g'ri bilan gaplashaman. Hozir nimaga chaqiribdi bu? Men nimaga chaqirding? Qishloqqa yangi odam keldi, o'g'irlaymiz. Qachon? Bugun tunda. O'g'irlaymizmi? Ha, bugun tunda o'g'irlaymiz. Unda xayr. Unda men o'zimni kiyimimni kiyib olay. To'xtang. Videoni shu joyda stop qiling va videoga like ni bosib, obunani ham bosib qo'ying. Qanigo. O'rnimdan turib bo'ldim. Ya, bunga nima bor meni? Go'lim. Da, bildirmaymizda. Keyin urib qo'yamiz. Endi usta yozishim kerak. Bu joyda usta bormikan? Usta sotisharmikan bu joyda? Kim bor? Menimcha hech kim yo'q. Qishloq aholisi qayerga ketgan? Kamchilik bo'lib qolishgan. Bugungi kun juda og'ir. Mening mollarim bor edi. Men aytishim kerak edi-yu. Esdan chiqib qoldi. Bugun uyni bezatamiz. Va yotib uxlaymiz. Ikki xona qilamiz. Nima qilamiz? O'ylash kerak. Mana shu joyda narsalar yasaydigan joy tursa. Va bizga sandiq kerak. 1, 2, 3, 4 sandiq yetadi bizga. Mana sandiqlarni ham joylashtirdik. Endi balkim qishloqlarning uyida nimalar bordir. Bizga kirga ham kerak. Bizda to'g'richilar ham bor edi. Bularni ham bu tomonga. Bu joy uncha yemabdi. To'g'rilaymiz. Bir xil bo'lish kerak nari tomon bilan. Mana bir xil turdi menimcha. Bu tomoniga ham bitta qilamiz. Bunga ham 3 ta qoldi. Bu joyga buniga 2 ta chiqqan. Hali uy uncha tayyor bo'lmagan ekan. Bitta qoldi. Bu joyga qo'yamiz. Уже tun botyapti. Qishloqlarning uyidan narsalarni qaraymiz. Mana nimalar qilib qo'ygan buni? Menimcha hozirgi komps. Mana shu narsani ham o'z uyimga olib borib qo'yaman. Hamma uxlayapti. O'sha uxlaydigan payt bo'ldimi? Yoki tong otdimi? Nima bo'ldi? Minecraftda buzilish shekilli. Ko'ramiz. Shu bilan ikkinchi qismni ham to'xtatdik do'stlar. Qaniga 3-chi qism uchun obuna, like ni bosib qo'yinglar.